Maryam onamizni o'qiganman. Maryam onamiz tug'ilgan vaqtlari yetim bo'ladi. Xuddi shunaqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan vaqtlari yetim bo'lib tug'iladi. Kitobda nimaga bunaqa yetim bolalar bo'ladi desa, chunki buyuklarni Alloh yaratadi. Buyuklarni Alloh bandasiga ravo ko'rmaydi. Bu juda men uchun ta'sirli mavzu bo'lgan kechirasizlar. Agar o'sha yetimni boshini silagan insonga jannatda uy va'da qilingan, lekin biz shu narsani qabul qila olmaymiz. Unaqa odamlarni ko'p turtkilashadi. Lekin ular bilishmaydiki, o'sha yetim ham bilmaydiki, chunki seni bandaga ravo ko'rmadi Alloh. O'zida qoldirishni istagani uchun yetim qo'ygan. Agar shuni yetim bolalar farzand yetim qolgan onani shu narsani his qilsa, seni farzanding yetim emas, u Allohning farzandi. Alloh shu narsani o'zida qoldirishni ular dunyoga jar solmaslik kerak. Men yetim deb, men Allohnikiman, men bunda qolganim uchun shunaqa bo'lganman. Men buyuk inson bo'laman degan tushuncha